Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona kodeksini imzoladi. U 2017-yilning 1-iyulidan boshlab ishga tushishi rejalashtirilmoqda. Hukumat tadbirkorlik qoidalarini soddalashtirish uchun 50 dan ortiq qarorni bekor qildi. Bu qadam tadbirkorlarga sharoit yaratish maqsadini ko'zlaydi. Chillaning kirishi O'shdagi uysizlarning ahvolini qiyinlashtirdi. Sababi bu yilga rejalashtirilgan boshpanalar ochilmagan. Иди, вот так вот больше не обращайся. O'sh shahrida Yangi yil o'zgacha nishonlanish arafasida bayram tadbirlari 30 dekabrdan boshlanadi. Baba Yaga'nın belekleri, Aslan kızının belekleri bo'ladi da. Qurolli kuchlardagi askarlar harbiy texnikalarni boshqarish bo'yicha amaliy mashg'ulotdan o'tishmoqda. Praktikalik sabaqlar o'tilyotadi. Gujurmon unalardan jokerlar haydab atishadi. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona kodeksini imzoladi. Bu haqda Sankt-Peterburgdagi Oliy Yevrosiyo kengashining yig'inida ishtirok etayotgan vitse-premyer ministr Oleg Pankratov bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Qirg'iziston tomon ayrim masalalar bo'yicha aniqlikni talab qilgan. Masalalar aniqlanib, bizning takliflar inobatga olingandan so'ng bojxona kodeksiga prezident qo'l qo'ydi. Bu vaqtgacha bir nechta matbuot manbalari Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi kollegiyasining raisi Tigran Sarkisyan ma'lumotiga tayanib Qirg'iziston bojxona kodeksini imzolamaganini yozgan edi. Ma'lumotga ko'ra, qolgan 20 ga yaqin hujjatlar imzolandi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining bojxona kodeksi tashkilot tarkibida umumiy bojxona siyosatiga o'tishni ta'minlaydi. Hujjat 3 yil ichida ishlab chiqildi. Uning 2017-yilning 1-iyulidan ishga kiritilishi rejalashtirilmoqda. Hukumat tadbirkorlik olib borish qoidalarini yengillashtirish uchun 50 qarorni va ayrim qarorlarni 12 alohida qismini bekor qildi. Bu haqda hukumatning saytida e'lon qilindi. Hukumat tomonidan 1991-2014 yillar oralig'ida qabul qilingan qarorlarni bekor qilish qarori tadbirkor faoliyatini huquqiy me'yoriy bazasini yo'lga solish maqsadidagi regulyativ reformaning asosida qabul qilindi. Hukumat rahbari So'rinbay Jeenbekov avval bildirilishicha, regulyativ reforma asosida qonunlar to'liq interpretatsiya qilinib, o'zgartirish kerak bo'lgan hujjatlarning umumiy ro'yxati qabul qilingan. Eslatib o'tsak, bekor qilingan qarorlar bilan hukumatning saytida tanishsa bo'ladi. O'shdagi uysizlar vaqtincha boshpanaga muhtoj, sababi ular sovuqda muzlab vafot etgan hollar ko'payishi mumkin. Hozircha O'sh militsiyasi sovuqda muzlab o'lgan holatlar bo'lmaganini bildirdi. Biroq 70 ga yaqin uysizni tez orada boshpana bilan ta'minlash masalasi bor. Sababi militsiyaning qabul qilib bo'lishtirish bo'limi ularni 3 soatdangina ushlab vaziyatni hal qilish qiyin bo'lmoqda. O'shdagi uysizlarning ahvoli va ularga boshpana to'g'risida navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Bu yerdagi aylanasi chiqindiga to'lgan suv quvurlari o'tgan beton ostidan chiqqan hidga chidab bo'lmaydi. Biroq bu yerda borar joyi noma'lum uysizlar qishning shunday sovuqlarida boshpana qilib kun kechirishmoqda. Горбачеву пойдем. Да. Почему? Давай. Bu inson yuzini kameraga ko'rsatishni istamadi. Uning aytishicha, uy joyi yo'q dalalarda yurib, boshpanasiz qolganiga ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Endi u hayotga boshqacha qaraydi. Yotgani issiq joy topib, kunlik taomi bo'lsa kifoya. Shahardagi bu kabi boshpanasizlar issiq suv o'tuvchi quvurlarga yotib kun ko'rishmoqda, chunki ularning qishki sovuqdan saqlanishga boshqa iloji qolmagan. Ko'pchiligining shaxsiy hujjatlari ham yo'qligi bois ishlashga ham imkoniyatlari yo'q. Иди, вот так вот больше не обращайся. Hozircha O'sh militsiyasi sovuqdan ko'z yumganlar ayni paytda ro'yxatga olinmaganini aytmoqda. Biroq 70 ta uysizni tez orada boshpana bilan ta'minlash masalasi turibdi. Bo'lmasa qish kunida sovuqda muzlab halok bo'lish holatlari ham bo'lishi mumkin. Sababi militsiyaning qabul qilib bo'lishtirish bo'limi ularni 3 soatgina ushlab turgani bilan vaziyatni iziga solish qiyin kechmoqda. Жоқ, быйылкы жылы мынау суық 2 күн ғана қатты суық болып тұрып, қайра күн жылып кеткендігіне байланышты деп ойлойбуз. Баягы суға тоңуп өлгөн селсияктар каттала элек, былтыр 3 жолу катталган болчу. Бирок биз ойлойбуз, эгер суук түшүп кеткен болсо, булардын жашоосу биз топ кыйын эле болот.
Zamir Sidiqov qo'shimcha qilganiday, o'tgan yilda sovuqdan 3 ta boshpanasiz vafot etgan. Bunday muammolarni keltirib chiqarmaslik uchun ular bilan ishlashni militsiya kuchaytirmoqda, biroq shahar hukumatı hali ham vaqtinchalik boshpana bilan ta'minlashni hal qilmadi. Бирок аларды убактылуу кармай турган жер 2014-жылы Ош шаар мэриясында токтоо менен жоюлуп кеткендигине байланыштуу көйгөй жаратып келет. Эми ошол кемчиликти жою максатында өкмөт энди баш тапшырманы берген. Сөзсүз түрдө 2017-жылы бул маселе чечилет. Hozirda uysizlarning xavfsizligi tegishli organlar tomonidan nazorat qilinmoqda. Aniqroq qilib aytganda, boshpanasiz fuqarolar shifokorlarga, ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qila olishadi. Yotoqxona masalasi kelasi yilda hal qilinib, ularga vaqtincha boshpana beriladi. Eslatib o'tsak, O'shdagi uysizlarning 10%ni ayollar tashkil etadi. Ular orasida yosh bolalar ham bor. Achinarlisi, so'nggi yillarda ularning ko'pchiligini yoshlar tashkil etmoqda. O'sh shahridagi uysizlar uchun vaqtincha yashashga uylarni qurish 2017-yilgi strategik rejaga kiritilgan edi. Biroq qish fasli boshlangandan buyon shaharda rasmiy ro'yxatda turgan 70 boshpanasizlar to'g'ri kelgan joyda tunashmoqda. Mavzuni batafsil yoritish uchun muxbirimizga savol bersak, Rahimjon, aytingchi, ularning muammosi qachon hal qilinishi aytilmoqda? Hozirda O'sh shahar meriyasi yoshlik oromgohida boshpanasizlarga joy berishni taklif qilishgan. Muammoni hal qilish uchun tegishli mutaxassislar tayyorgarlik ko'rishmoqda. Agar bu ish yechim topsa, shahardagi boshpanasizlar bir mahal issiq ovqat hamda vaqtinchalik joy bilan ta'minlanishadi. Rahmat, dasturimizni davom ettiramiz. O'lkadagi sudlar va sudyalar xizmati bekor qilinadi. Bunday qarorga Prezident Almazbek Atambayev qo'l qo'ydi. Bu vaqtgacha shunday tashabbus bilan Jo'g'org'i Kengashining deputatlari chiqib, mazkur qonunni ishlab chiqqan. Unda harbiy sud sistemasida ortiqcha chiqim bo'lib, juda kam miqdordagi ishlarni qarashi sabab qatori aytildi. Rasmiy ma'lumot bo'yicha umumiy tarkibi 387 sudyadan tashkil topgan mahalliy sudlarning 2015-yilga budjeti 724 million so'mni tashkil qiladi. O'sha vaqtda hozirda 14 sudyadan tashkil topgan har bir sudga 24 million so'm berilgan. Shu sababli harbiy sudni bekor qilib, sudyalarni boshqa hududlarga jo'natish taklif qilingan. Matkandagi 630 harbiy qismning harbiy tayyorgarlik rejasi asosida harbiy texnikalarni boshqarish bo'yicha amaliy mashg'ulotlardan o'tishdi. Noyabr oyida chaqirilgan harbiylar bu vaqtgacha 1,5 oy davomida olgan nazariy bilimlarni amalda bajarishdi. Mashg'ulotda yosh askarlar harbiy texnikalardan tankni, BMP va boshqarishni o'zlashtirishdi. Harbiylarning dala mashg'uloti to'g'risida navbatdagi lavhada tanishasiz. Vatanni himoya qilish uchun kelgan askar doim harbiy tayyorgarlikda bo'lish kerak. Qurollardan foydalanish bilan birga harbiy texnikani boshqarishni ham bilish kerak. Amaliy mashg'ulot ham mana shu tayyorgarliklarni tekshirish uchun o'tkaziladi. Unda harbiy texnikalarni boshqarish topshirig'i berildi. Bu yerda Gujurmon dayarlik plani negizinde 1 aylık жыйын болгон. Ошол жыйындын негизинде мына жыйынды аяктап, азыр практикалык сабактар өтүлүп атат. Гүжүрмөн унаалардан жоокерлер айдап атышат. Бул жоокерлер бул аскер кызматына келгенине 1,5 ай болуптур. 1,5 ай убакыт ичинде мына айдаганга жетишип атышат. Qurolli Kuchlar bosh shtabining 630 harbiy qismiga noyabr oyida chaqirilib vatan himoyasiga kelgan Nurtilak Eshmatovg'li bu vaqtgacha nazariy darslarda harbiy texnikalarni o'rgangan. Harbiy tayyorgarlik asosida 1 oylik mashg'ulotdan o'tib, amalda mashinalarni bajarishni o'rgandi. Bu yerga kelganiga oz vaqt bo'lsa ham harbiy texnikalarni boshqarishni yaxshi o'zlashtirgan. Жапыс учуучу самолеттордун, вертолеттордун жок кылууга дайындалган 1973-жылы иштетүүгө берилген. Гладкоствольная пушка калибр 125, ага дагы ПКТ жарнашкан 7,62 калибри, НСВТ калибри 12,7. Ko'rinishidan yuk tashuvchi mashinaga o'xshagan KAMAZ rusumidagi bu harbiy texnikani askarlar uchun foydasi katta. Oddiy og'ir yuk mashinadan farqlanib harbiy tartibni saqlash kerak. Sababi turli vaziyatlarda 5 tonnagacha bo'lgan yukni va 28 harbiyni belgilangan joyga o'z vaqtida yetkazish askarning asosiy vazifasi. Har qanday qirdaалдарда o'z vaqtida yetkirүү үчүн колдонуп турат. Анан пайдаланууга кайсы жакка болсо деле, мисалы Ош, Бишкек, тоолуу райондорго, кайсы жерге болсо, кайсы учурда болсо дагы өздүк курамды жана жүктөрдү ташып жеткирүү үчүн
иштетилет биз үчүн. 30-630 harbiy qism qurolli kuchlarini isloh qilish asosida 2010-yilning mart oyida foydalanishga topshirilgan. 6 yil ichida bosh shtab tomonidan respublika bo'yicha 2 marta yilning eng yaxshi harbiy qismi nomini olgan. Bu yerda askarlarning harbiy tayyorgarligi asosiy ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Ko'pchilikni kuttirgan Yangi yil bayrami O'sh shahrida o'zgacha tomoshalar bilan nishonlanish arafasida. Bayram tadbirlari 30-dekabrdan boshlanadi. Shahar aholisi uchun filarmoniya va qirg'iz drama teatrlari maxsus tadbirlarni 30-dekabrga rejalashtirmoqda. O'sh meriyasi tomonidan esa shaharliklar uchun bayram tadbirlari 31-dekabr kuni kunduzgi soat 1 dan tungi soat 12 gacha davom etadi. Yangi yilni O'shda qanday kutib olsa bo'ladi? Muxbirimiz hikoya qiladi. Bu yil Yangi yilni o'zgacha nishonlash kutilmoqda. Shahar maydonida 31-dekabr kuni kunduzgi soat 1 dan boshlab bayram tadbiri boshlanadi. Bu safar shahar yashovchilariga qulaylik yaratish maqsadida maxsus o'tirgichlar tashkil qilingan. Sababi bayram konsert dasturi 10 soat davom etadi. Үй-бүлөлүк конкурстар уюштурулган, аянтка жетилип, үй-бүлөсү менен эс алганы келген биздин шаар тургундары үчүн чоң приздер коюлган, аябай сонун үй-бүлөлүк кароо сынактар болот. Ал турсун биздин ушул аксакал же болбосо байбичелер бар, неберелери менен келген, аларга дагы өздөрүнө жарашкан аябай жакшынакай конкурстар уюштурулат. 31-dekabr kuni markaziy maydondagi archaga oilasi bilan kelgan shahar yashovchilarini qiziqarli sovg'alar kutmoqda. Bundan tashqari maxsus sport tadbirlari kelgan mehmonlar kuchini sinashga imkon beradi. Shu bilan birga eng qari va eng yosh mehmonlar uchun ham maxsus sovg'alar bor. Bayramning har bir ishtirokchisiga tayyorlanayotgan 50 ga yaqin qorbobo sovg'alarni ulashadi. Buning uchun tayyorgarliklar davom etmoqda. Biz жаңы жылдык күнү моторайган бөбөктөргө ар бир үйгө жаңы жылдык келе жаткан майрамды куттуктап, ар бир белектерди алып барып үйлөрүнө беребиз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар жакшы жылдардан болсун, ийгиликтүү жылдардан болсун. Sultan Ibrohimov nomidagi drama teatri bolalar uchun ertak qahramonlarini yangi yilgacha uyushtiradi. Hozir maxsus ijodiy guruh rayonlarda archa bayramlarini o'tkazishmoqda. Yashovchilarning ruhiy madaniy dam olishi uchun O'sh oblasti filarmoniyasi 31-dekabrga tadbir uyushtirgan. Filarmoniya xodimlari tomonidan tayyorlangan bayram tadbiri ochiq osmon ostida o'tib, qorbobo bilan qorqiz qiziqarli o'yinlarni uyushtirib, sovg'alar ulashmoqchi. Har qanday qiziqtiruvchi баягы Аяз атанын белектери, Аяз кыздын белектери, баягы эмне деп коет, Баба Яганын белектери, Астан кыздын белектери болот да. Мына ушундай балдар үчүн да болот. Бул концертибиз баягы жалгыз эле улуу угуучулар көрүүчүлөр эмес, балдар да катышса болот. Ар кандай курактагы адамдар ушу биз кубаныч бөлүшөлү, жаңы жылдык бир жакшы маанай алалы десе, ушул биздин филармониянын алдында өтүүчү концертибизге албетте chaqirib ketamiz. Yangi yilga 4 kun qoldi. Hozirda shaharga o'rnatilgan archaning chiroqlari yondirilib, tungi bayramlar boshlandi. Ta'kidlab o'tsak, Yangi yil kuni O'shdagi o'quv yurtlari orasida qorbobolar paradi ham uyushtirish rejalashtirilmoqda. Bugun O'shda bolalar uchun oltin archa deb atalgan Yangi yil bayrami uyushtirildi. Yangi yillik archaga kam ta'minlangan oilalarning farzandlari, imkoniyati cheklanganlar, bolalar uyida tarbiyalangan bolalar, ko'zi ojizlar uchun ixtisoslashgan maktabning o'quvchilari va shahardagi a'lochi o'quvchilar chaqirilgan. Shahar rahbari Aytmamat Qadirbayev kelajak avlodning egalarini bilimli bo'lishga undab, Yangi yil bilan tabrikladi. 160 dan ortiq bolaga sovg'alar topshirildi. Bolalar uchun tayyorlangan sovg'alarga umumiy 130 ming so'm sarflangan. Негизинен ошол 155 баланын ичинен көпчүлүк бөлүгү ушул колунда жоктор. Мына 2010-жылы дайынсыз жоголгондордун үй бүлөсүнөн мектептин алдыңкы окуучулары топтолду. Жалпы ушул иш-чарага бөлүнгөн акча каражаттын көлөмү Ош шаардык мэриясынын тарабынан 130 миң сомду түздү. Jalolobodda oblast rahbarining archasi bo'lib o'tdi. Bayram kechasiga oblastning rayon shaharlaridan 100 dan ortiq bola chaqirilgan. Yangi yil archasi bu yil o'zgacha uyushtirilib, o'tgan yilga nisbatan 100 ming so'm pul ko'p sarflangan. Unda bolalarga konsert dasturi taqdim qilinib, sovg'alar berildi. Shu bilan birga Yangi yil ertagi namoyish qilindi. Bayram tadbiri haqida navbatdagi lavhada tanishasiz.
Bolalarning yil ichida kutgan bayramlaridan biri bu yangi yil. 8-sinf o'quvchisi Adil Zabirbek o'g'li bu yil bayramni o'zgacha nishonlamoqda. Sababi o'qishda qozongan muvaffaqiyatlari hamda namunali odob axloqlari uchun oblast rahbarlarining archa bayramiga chaqirilgan. To'qtol rayonidan kelgan Adil bunday katta bayramda ishtirok etishi bilimga ishtiyoqini o'stirishini aytadi. Men murda bu жаңы жылды мектепте классташтар менен тосчум. Bu yilda o'zgachaliklar bo'ldi. Жогорку деңгээлде тосуп жатам bu yil. Азыр бул жаңы жылда губернатордун жаңы жылы. Бул жерде мектептин алдыңкы орундагы жакшы окуган балдар келет. Ошонун ичинен биз Токтол районунан 6 бала келдик, 6 окуучу. Oblast rahbarlari archa bayramiga umumiy 288 ming so'm mablag' ajratgan. Shuningdek, o'tgan yiliga solishtirganda uyushtirish ishlariga puxta tayyorgarlik ko'rilib, bolalarga yuqori darajada bayramona kayfiyat ulashni maqsad qilishgan. Hukumatning oblastdagi vakili bo'lsa, yosh avlod kelajakda davlatimizni yaxshi tomondan tanitishlaridan umidvor. Жақшырақ жоғарғы деңгээлде өткізіп берели деп уюштурдук да иш-чараны. Негизинен коштоп келген ата-энелери, эжеке агайлар бардыгы манайлары жакшы, көңүлдөрү жакшы, мына байкап отурам өзүм дагы. Бардыгын куттуктап, мен ойлойм, баары кубанычта кетет депчи. Marosim davomida Barpa drama teatri xodimlari o'quvchilarga o'yinchoqlar topshirdi. Maxsus sovg'alar hamda konsert dasturlari bolalarga yuqori kayfiyat ulashdi. Ta'kidlab o'tsak, archa bayramiga oblast hududidagi 468 maktabdan 200 minglagan bolalar orasidan 125 o'quvchi kelgan. Ularning ichida a'lochi o'quvchilar hamda kam ta'minlangan oilalarning farzandlari chaqirilgan. Bizning Жалал областыбызда 8 rayon, 5 shahar бар. Ушул билим берүү бөлүмдөрүндөгү мектептерде эң жакшы окушкан, ошондой эле аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 125 окуучусын чакырып, атайын арча bayramı уюштуруп отурат. Hukumat vakili archa bayramiga 288 ming so'm mablag' sarflagan. Qo'shimcha uchun aytib o'tsak, oblastning 30 o'quvchisi ertaga 28-dekabrda o'tuvchi Prezident archasi bayramida ishtirok etadi. Dasturimizni xalqaro xabarlar bilan davom ettiramiz. Urush harakatlari davom etayotgan bir nechta o'lkalardan qochib Yevropada boshpana izlagan muhojirlarning ko'pchiligi O'rta Yer dengizida halok bo'lmoqda. Suvga cho'kkanlarning soni o'tgan yili 3770 ni tashkil qilsa, joriy yilda 5000 ga borib, rekord ko'rsatkichga yetdi. 2016-yili O'rta Yer dengizida halok bo'lganlarning soni rekord ko'rsatkichiga yetdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumoti bo'yicha 5000 ga yaqin kishi suvga cho'kib ketdi. Xabarda har kuni 14 nafar odam cho'kayotgani aytilgan. Muhojirlar dengiz orqali Yevropaga borishni hali hamon davom ettirishmoqda. Bularning aksariyat qismi Afg'onistondan va boshqa qurolli to'qnashuvlar bo'layotgan joylardan qochib chiqqanlardir va o'z umrlarini tavakkalga qo'yib dengizda halok bo'lishdi. Shu kabi voqealarning biri 22-dekabrda yuz bergan. Ushbu ofatdan 100 ga yaqin kishi dengizda cho'kib ketgan. Жер ортолук деңизинде Италиянын жээк күзөт кызматы 4 ирет куткаруу операциясын өткөрдү. Жыл башынан бери деңизге чөгүп каза болгондордун саны 5000 ге жетти. Бул деген рекорддук көрсөткүч. Halokat Italiya bilan Liviyaning o'rtasidagi bo'g'ozda ro'yxatga olindi. Сууга чөккөндөрдүн баардыгы үйлөмө кайыктар менен бараткандар болгон. Резинадан жасалган кайыктар оор салмакты көтөрө албай оодарылып кеткен. Биринчисинде 140 киши, арасында жаш балдар болгон. Алардын 63-ü гана аман калды. Ал эми экинчи кайыкта 120 киши. Куткаруучулар 80 адамды гана куткарып кала алышкан. Qutqaruvchilar dengizdan 175 nafar muhojirlarni qutqarib oldi. Mutaxassislarning aytishicha, oxirgi kunlarda Yevropa tomon qayiqlarda dengizga chiqqanlarning soni ortmoqda. Ularning aksariyat qismi aylanma yo'llar bilan noqonuniy ravishda o'tishmoqda. Ta'kidlab o'tsak, o'tgan yili suvga cho'kib halok bo'lganlarning soni 3770 nafarni tashkil etdi. Argentinada shiddatli yog'ingarchilik sababli suv toshqini bo'lib, Buenos Airesning shimoliy tomoni jabrlandi. Unda suvning ko'lami 1,5 metrga ko'tarilib, bir nechta turar joylar suv ostida qoldi. Hozirda qutqaruvchilar 2 kishi bedarak bo'layotganini aytishmoqda.
Argentinaning Buenos Aires shahrining janubiy shimoli tomonini suv qopladi. Shu sababdan 600 ga yaqin mahalliy yashovchilar evakuatsiya qilindi. Undan tashqari 2 kishi bedarak yo'qolgani aytilyapti. Tabiiy ofatdan shahardagi markaziy ko'chalar yopilib qolgan. Shuningdek, bir qancha uy-joylar elektr yorug'isiz qolgan. Барын су каптады. Сунун бийиктиги 1,5 метрге жетет. Мындагы көйгөйлөрдү батыраак чечкенге аракет кылышыбыз керек эми. Кокусунан эле күтүлбөгөн жерден болгон үчүн эч нерсени сактап кала албадык. Kuchli yomg'ir hamda suv toshqini oqibatida Pergamino, Ramallah va Santa Fe provinsiyalari ham vayron bo'ldi. Ammo bu yerlarda jiddiy talofatlar bo'lmagan. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburgda uchrashgandan keyin Baykonur kosmodromi bo'yicha hamkorlikni davom ettirish bo'yicha konsepsiyani imzolashdi. Bundan tashqari ikki o'lka Baykonur shahrining maqomi to'g'risidagi shartnomani o'zgartirish bo'yicha kelishdi. Konsepsiya 2050-yilgacha hisoblangan. Unga ko'ra tomonlar yangi kosmik loyihalarni kosmodromning infrastrukturasi bazasida amalga oshirishadi. Erkaklardan qolishmay og'ir texnikalarni boshqarib oila tebratayotgan ayollar ham bor. O'sh shahrining yashovchisi Qalbi Kusabayeva ham shular jumlasidan. U 30 yildan beri qurilish kompaniyalarining birida yuk ko'tarish mashinasini boshqaradi. Ayol kishi bo'lsa ham erkaklardan qolishmay mehnat qilayotgan qahramonimizning bir kunlik ishi bilan bizning ijodiy guruh tanishib qaytgan. Gurillagan bu texnika qurilishi materiallarni tashishga xizmat qiladi. Kranni boshqarish boshqa avtomashina, og'ir yuk tashuvchi mashinalarga nisbatan ancha og'ir. Biroq bunga e'tibor qaratmay 30 yildan beri Qalbi Kusobayeva kranchi bo'lib ishlab kelmoqda. Shu oldingda ishlatgan baldарды этатташың керек да, эң негизгиси ошо чыгараткан плиталарыңды этатташың керек, сынып калбаш үчүн. Этаттап камерага салып, этаттап камерадан чыгарып, тизип коюшубуз керек. Hozir qurilish ishlari to'xtaganligi bois ish ko'p. Chunki sotuvga chiquvchi plita betonlar to'planib qolgan. Ularni joylab birinchi o'rindan ikkinchisiga tashish Kusobayevaning vazifasi. Ishni diqqat bilan bajarish uchun ehtiyotlik talab qilinadi. Bu men ekинчи uyim da. Men uyda ertemenen geçinde var, ertemenen ele gelem. Geçke uşurdu, gudum uşurdu etdi. Bu men başta uyimde la o'sha ishimda uyimda o'sha yerda. Qahramonimizning ishi ertalab soat 8 dan boshlanib kechgacha to'xtamaydi. Tinimsiz harakatda bo'ladi. Shunday bo'lsa ham mazkur kasb ortidan pul topib, oilaviy kamchiliklarni to'ldirayotganidan rozi. Uning kasbdoshlari bo'lsa ishga chaqqonligi, harakatchanligini yuqori baholab kelishadi. Ayol kishi bo'lsa ham biz bilan tengli ishlayotadi. Kranda minet. Kranni oyoq-buyoqlarini qarayib yetimidan kel. Kontrollaydi shu. Qalbi Kusobayevaning bu kasb bilan shug'ullanishiga oilasi turtki bo'lgan. Chunki Kusobayeva maktabni tamomlagandan so'ng tikuvchilikni o'rganishni rejalashtirgan edi. Lekin akalari oldingi Frunze shahridagi kasb hunar o'quv joyiga topshirtirishgan. 10 oy ichida kran boshqarishni o'rganib olgan qahramonimiz endi rohatini ko'rmoqda. Rahimjon Alijonov, Azam Buzrikov, Intimaq. Intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osida o'tsin, xayr-omon bo'ling.